Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, videoga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hozir O'zbekistonda bo'lgan operatsiyasida men bu joyda bittasi tepaga ketib qolgan, bittasi pastga ketib qolgan. Hozir biz operatsiya qilganimizda ikkalasini birlashtirib olib kelib, eski o'zini tabiiy holatiga qaytarishga harakat qilamiz deb aytibdilar. Menga mana bunaqa yoy shaklida uzun temir qo'yiladi. Betdagi singan, umuman tegilmagan joyga tashqaridan, orqadan yopiq holatda bunga o'xshagan bunda temir o'tib turadi. Betni mustahkamlab ushlab turish uchun bu temirlar umrini oxirigacha tanasida qolishi mumkin. Uni hech qanaqa sog'lig'i uchun zarari yo'q, chunki ular hammasi o'zi tanaga moslangan temirlar. Bilmamıştım. Hozir shuni qayerisiga? Zaten bak sol taraf çok uzun görünüyor. Orası kaydığı için. Bu taraf uzun şey. Fleksiyonda olmasına rağmen eşit boyda şöyle